Endi O'zbekistonda chiqindini yoqish orqali elektr ishlab chiqariladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Endi Toshkent shahri, Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida qattiq maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu haqda Prezident 24-mart kuni qabul qilgani tegishli qarorlarga so'z bordi. Ushbu qarorga ko'ra, mazkur hududlarda ekologik vaziyatni yaxshilash, chiqindilarni qayta ishlash sohasiga zamonaviy yechimlar va texnologiyalarni joriy etish orqali elektr energiyasi ishlab chiqariladi hamda sohaga to'g'ridan-to'g'ri innovatsion jalb etiladi. Qayd etilishicha, investor va loyiha kompaniyalari 2025-yildan 2027-yilga qadar quyidagi miqdordagi ishlab chiqarish quvvatiga ega uskunalarni ishga tushirishni ta'minlaydi. Jumladan, Toshkent viloyatida kuniga 2,5 million tonna chiqindilarni termik usulda qayta ishlash orqali 390 million kilovat elektr energiyasi, Andijon viloyatida kuniga 1,5 million tonna chiqindilarni termik qayta ishlash 240 million kilovat elektr energiyasi, Qashqadaryo viloyatida kuniga 1,5 million tonna chiqindilarni termik qayta ishlab 240 million kilovat elektr energiyasi, Samarqand viloyatida 1,5 million tonna chiqindilarni termik qayta ishlab 240 million kilovat elektr energiyasi, Namangan viloyatida 1,5 million tonna chiqindilarni termik usulda qayta ishlash orqali 227,5 million kilovat elektr energiyasi, Farg'ona viloyatida kunida 1,5 million tonna chiqindilarni termik usulda qayta ishlash orqali 227,5 million kilovat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Xitoy kompaniyasi qiymati 120 million AQSh dollar bo'lgan chiqindini qayta ishlash zavodi qurishni rejalashtirgani haqida xabar berilgandi. Ushbu loyihada 4000 tonna chiqindi zaxirasiz yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'zda tutilgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.